Men aniq bilaman, sizni ham sokiringizda xuddi shu muammo siz asabingizga tegadi va qaysi muammoligi haqida va qanday yechimi borligi haqida video davomida batafsil ma'lumot berib ketaman. Juda ham ko'pchilik ko'ksaroydan sokir qiladigan, lekin atida batida nam, ya'ni mana bunday izlar qoladi. Suvdan keyin yoki arkasidan chiqadigan zax uchun ko'rishingiz mumkin. Nam bo'ldi. Shunaqa qaytlardadir shunaqa to'qarib turadi. Bizda propitka bor, ya'ni gidrofob effektini beruvchi ximikat, ya'ni suv olmaydi. Suv olgan joyi nam bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Suv quyyapman mana. Selofan yoki bir nima yo'q. Rangi o'zgarmayapti, ya'ni oppoq turibdi. Ya'ni ko'ksoy qup-quruq turibdi. Suv olmayapti, lekin bu yerda suv bor. Mana yana bitta ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday ximikat kerak bo'lsa, bemalol olib chiqaringlar. Batafsil ma'lumotini berib ketaman. 1 litri yemak paytga yetadi. Bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Zo'r narsa, xudo xolasa. Mana bunday nam bo'lishidan zerikkanlar uchun, asab buzilganlar uchun zo'r yechim, xudo xolasa. Tavsiya qilaman. Xudo xolasa eng kamida 3 yil xizmat qiladi. Lekin o'zini professionallari surkashini tavsiya qilaman. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, mana shunday ko'ksoyning ideal bo'lishini xohlasangiz, aynan shu ximikatimizni ishlatishingizni tavsiya qilaman. Mana bunday namgarchilik, zaxlardan xudo xolasa sizlarni bezovta qilmaydi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun esa pastki raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqing.